28.500 dollarga zamonaviy dizaynga ega premium salon hamda to'liq zapravka bilan 1300 kilometrgacha yuradigan avtomobil sotib olish mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videomizni oxirigacha kuzating, sababi sizga videomizning oxirida ushbu avtomobil narxi necha pulligi va nasiya savdoga qanday shartlar bilan chiqish haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Deepal S07 ga birinchi qarashdayoq bu oilaviy avtomobil emas deb o'ylashingiz mumkin. Lekin adashasiz. Buni sababini sizga videoni o'rtalarida aytib o'taman. Old qismida ingichka LED kunduzgi chiroqlar, pastroqda esa asosiy yoritish elementlari joylashgan. Yopiq uslubdagi old panel avtomobilga elektromobillarga xos zamonaviy ko'rinish beradi. Yon tomondan qarasak, kuzovning aerodinamik shakli, katta diskalar va kuzov ichida yashirilgan eshik tutqichlarni ko'rishimiz mumkin. Tom qismi orqaga qarab pasayib borgani sababli avtomobil kupe uslubidagi sportiv ko'rinishga ega. Lekin uning klirensi va kuzov o'lchamlari kundalik hamda oilaviy foydalanish uchun ham juda qulay. Orqa qismida esa avtomobilning ikki tomonini birlashtirib turadigan yaxlit LED chiroq mavjud. Ayniqsa tunda bu optika Deepal S07 ni boshqa avtomobillardan osongina ajratib turadi. Salon va texnologiyalar. Endi avtomobilning eng qiziqarli qismi, ya'ni saloniga o'tamiz. Salon minimalistik uslubda yaratilgan. Bu yerda ortiqcha tugmalar juda kam. Asosiy funksiyalar markazdagi katta sensorli ekran orqali boshqariladi. Ekran haydovchi yoki old yo'lovchi tomonga burila oladi. Bu funksiyadan navigatsiya, multimedia, iqlim nazorati va avtomobil sozlamalarini boshqarishda foydalanish mumkin. 230 Ultra komplektatsiyasi 215 Max versiyasiga nisbatan boyroq jihozlangan. Ya'ni qulaylik va elektron yordam funksiyalariga ko'proq e'tibor berilgan. Old o'rindiqlari ergonomik shaklga ega. Salon materiallari ham avtomobilning narxiga nisbatan sifatli va premium taassurot qoldiradi. Panoramali tom salonni yanada keng va yorug' ko'rsatadi. Orqa qatorda ham oyoqlar uchun yetarlicha joy mavjud. Shu sababli Deepal S07 nafaqat haydovchi, balki butun oila uchun qulay avtomobil hisoblanadi. Deepal S07 230 Ultra gibrid avtomobil hisoblanadi. Uning asosiy ustunligi shundaki, avtomobil kundalik shahardagi masofalarni elektr energiyasida bosib o'tishi mumkin. Uzoq safarlarda esa benzinli generator elektr tizimini qo'llab-quvvatlaydi. BB Cars avtosalonimizda Deepal S07 230 Ultra avtomobilimizning narxi 28.500 dollarni tashkil qiladi va nasiyaga 50% boshlang'ich to'lov bilan 12 oy muddatgacha nasiya savdoga xarid qilsangiz bo'ladi. Va albatta avtomobil sizga yoqqan bo'lsa, avtosalonimizga tashrif buyuring yoki-da ekranda ko'rib turgan raqamlaringizga bog'laning va biz sizga avtomobil haqida batafsilroq ma'lumot beramiz.